Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah, Muhammadi va ala alihi va sahbihi va man valahu va ba'd. Alloh taoloning madadi bilan arab tili darslarimizning navbatdagi 16-sonini boshlaymiz. Bu darsimizda Mabda qiroat kitobining 30 darslarini o'rganamiz. Matnni o'qishni boshlayman. Hada rajulun. Bu erkak. Hazihi imra'atun. Bu ayol. Hada tilmizun. Bu o'quvchi. Hazihi tilmizatun. Bu o'quvchi qiz. Hada muallimun. Bu o'qituvchi. Hazihi muallimatun. Bu o'qituvchi ayol. Muallima. Hada tilmizu muaddabun. Bu o'quvchi odobli. Hazihi tilmizatu muaddabatun. Bu o'quvchi qiz odobli. Hazihil mar'atu karimatun. Bu ayol saxiy. Hazal qalamu jamilun. Bu qalam chiroyli. Hazihi miknasatun tawilatun. Bu uzun süpürgü. Hazihi hadiqatun jamilatun. Bu chiroyli bog'. Yuqoridan hozirgacha e'tibor bering. Birinchi ikkita so'zdan tuzilgan ega va kesimni keltirdi. Bu bilan muallif rahimahulloh aytayaptiki, ega va kesim muzakkar muannaslikda ikkalasi bir-biriga muvofiq bo'lishi kerak. Masalan, hada deb ega dedikmi, rajulun kesimi muzakkar. Hazihi muannasmi, imroatun muannas bo'ladi. Hada tilmizun, hazihi tilmizatun. Jinsi har doim bir-biriga muvofiq bo'lib keladi ega va kesimda. Davom ettiramiz jumlamizni, matnimizni. Hazihi hadiqatun jamilatun. Bu chiroyli bog'. Hazihil madrasatu kabiratun jiddan. Bu madrasa juda katta. Madrasatukum saghiratun. Madrasalaringiz kichkina, maktablaringiz kichkina. Aynal muallimatu ya Fatimatu huna fil fasli ya Aishatu. Aynal muallimatu ya Fatimatu huna fil fasli ya Aishatu. Muallima qayerda ey Fatima? Bu yerda sinfda ey Oysha. Hazihil mimhatu jamilatun. Bu o'chirg'ich chiroylidir. Miqlamati jamilatun jiddan. Qalamdonim judayam chiroyli. Solatun wasi'atun. Keng zal. Massahatun jadidatun. Yangi artgich. Hujratun dayiqatun. Tor xona. Kuratun kabiratun. Katta koptok. Zujajatun saghiratun. Kichik idish, shisha idish. Furshatun jamilatun. Chiroyli chutka. Mana bu yerda hozirgacha o'tganlarimiz solatun wasi'atundan furshatun jamilatungacha hech biri tugallangan gap bo'lmadi. Va yana e'tibor bering, hammasi mavsuf sifat kelyapti-da, muzakkar muannasligi, ya'ni muannasligi bir xil. Biz hozirgacha o'tganlarimiz xo'p, wasi'un, jadidun, dayiqun, kabirun, saghirun, jamilun so'zlarini oxiriga to'i tanis qo'shib, hop, jadidatun, wasi'atun, dayiqatun, kabiratun, saghiratun, jamilatun qilib hammasini oxiriga to'i tanis qo'shuvdik. Bularni barchasi
muannas sifatlarga aylanib qoldi. Xo'p, davom ettiramiz. Mata taji'u ilayna g'adan fi as-sa'ati ath-thaniyati ba'da adh-dhuhri. Mata taji'u ilayna g'adan fi as-sa'ati ath-thaniyati ba'da adh-dhuhri. Biznikiga qachon kelasan? Ertaga peshindan keyin soat 2 da. Ma'a man taji'u ma'a ukhti as-saghirati Fatimata. Ma'a man taji'u ma'a ukhti as-saghirati Fatimata. Kim bilan birga kelasan? Kichik singlim Fatima bilan birga. Man hadhihi ya Umaru? Hadhihi ukhti Aishatu ya sayyidi. Man hadhihi ya Umaru? Hadhihi ukhti Aishatu ya sayyidi. Bu kim ey Umar? Bu singlim Oysha ey hojam. هذه البقرة غالية وتلك رخيصة. هذه البقرة غالية وتلك رخيصة. Bu sigir qimmat, anavi arzon. اشترينا هذه الدجاجة ب20 درهما. اشترينا هذه الدجاجة ب20 درهما. Bu tovuqni 20 dirhamga sotib oldik. Mana shu bilan matnimiz tugadi. Inshaalloh barchaga tushunarli bo'ldi deb umid qilamiz va shu bilan mana bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Alloh taolodan darslarimizni davom qilishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk.